Putin va Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi aytildi. Tramp Eron bilan sulhni qachongacha uzaytirgani ma'lum bo'ldi. AQSh bilan sulh faqat Eronga qarshi blokada bekor qilingan taqdirdagina mantiqan to'g'ri bo'ladi. Xitoy harbiy kemalari Okinawa orollari yaqinidan o'tdi. Mintaqada keskinlik kuchaymoqda. Livan Isroil qo'shinlarining to'liq olib chiqilishini talab qilmoqda. Jiddiy xavf. Emomali Rahmon suv taqchilligidan xavotir bildirdi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Jiddiy xavf. Emomali Rahmon suv taqchilligidan xavotir bildirdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo davlatlarini iqlim va suv bo'yicha qo'shma choralar ko'rishga chaqirdi. Bu haqda u 22-aprel kuni Ostona shahrida o'tkazilgan mintaqaviy ekologik sammitda so'z ochdi. U nutqi davomida iqlim o'zgarishi, ekotizimlar degradatsiyasi, suv resurslari taqchilligi va tabiiy ofatlar hamda mintaqa ham butun dunyo uchun jiddiy xavfga aylanayotgani, bu esa birgalikda harakat qilishni talab etishini qayd etdi. Emomali Rahmon Tojikiston hududida Markaziy Osiyo suv resurslarining 60% gacha qismi shakllanishini qayd etib, mamlakat tog' ekotizimlarining mintaqani suv bilan ta'minlash va barqaror rivojlantirishdagi muhim roliga to'xtalgan. Butun dunyoda kuchayib borayotgan muzliklarning jadal erishi jarayoniga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, bu suv balansining buzilishiga olib keladi, atrof muhit uchun xavf tug'diradi va suv bilan bog'liq tabiiy ofatlar xavfini oshiradi. Shuningdek, mintaqa mamlakatlarida aholi salomatligi va atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan chang bo'ronlarining chastotasi va davomiyligi ortib borayotgan xavotirli tendensiya ekani qayd etilgan. Emomali Rahmon Tojikistonning Dushanbe suv jarayoni doirasida suv va iqlim sohasidagi global kun tartibini ilgari surish borasidagi doimiy sa'y-harakatlarni eslatib o'tgan. Hozirda suv barqaror rivojlanish uchun xalqaro harakatlar 10 yilligi to'g'risidagi BMT rezolyutsiyasi faol amalga oshirilayotgani aytilgan. Bizning ushbu va boshqa sa'y-harakatlarimiz tabiiy yashash muhitini himoya qilish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni ta'minlashga qaratilgan, deydi Emomali Rahmon. AQSh bilan sulh faqat Eronga qarshi blokada bekor qilingan taqdirdagina mantiqan to'g'ri keladi. G'olibov: agar Hormuz bo'g'ozidagi Eron portlarining blokadasi davom etsa, AQSh va Eron o'rtasidagi sulh ma'nosiz bo'ladi. Eron parlament raisi Muhammad Bag'ir G'olibov bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda yozdi. To'liq sulh faqat dengiz blokadasi va global iqtisodiyotni garovga olish bilan buzilmasa va Isroilning barcha jabhalarida urush qo'zg'atuvchi harakatlari to'xtatilsagina mantiqiy bo'ladi. G'olibovning so'zlariga ko'ra, agar sulh buzilsa, Hormuz bo'g'ozini kemalar uchun to'liq ochish mumkin emas. Ular o'z maqsadlariga harbiy tajovuz orqali erisha olishmadi va qo'rqitish orqali ham erisha olmaydilar. Oldinga siljishning yagona yo'li Eron xalqining huquqlarini tan olishdir, deya xulosa qildi G'olibov. Putin va Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi aytildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuv faqat oldindan kelishuvlar tayyor bo'lgandagina o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday uchrashuvning asosiy maqsadi erishilgan kelishuvlarni yakunlashdan iborat bo'ladi. Eng muhimi uchrashuvning maqsadi. Nima uchun uchrashish kerak? Putin istalgan vaqtda Moskvada uchrashishga tayyorligini aytgan. Asosiysi uchrashuvdan maqsad bo'lishi va u natija berish kerak. Bunday uchrashuv faqat kelishuvlarni yakunlash uchun o'tkazilishi mumkin, dedi Kreml vakili. Aprel o'rtalarida Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sbiga Kiyev, Zelenskiy va Putin uchrashuvini Turkiyada o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Ukraina tomoni sammitda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an va AQSh prezidenti Donald Tramp ham ishtirok etishini istamoqda. Xitoy harbiy kemalari Okinawa orollari yaqinidan o'tdi. Mintaqada keskinlik kuchaymoqda. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Sminets boshchiligidagi harbiy kemalar guruhi Yaponiyaning Okinawa prefekturasi tarkibidagi orollar oralig'idagi suv yo'lidan o'tdi. Xitoy tomoni buni Tinch okeanidagi uzoq masofali o'quv mashg'ulotlaridan qaytish deb izohladi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining sharqiy qo'mondonligiga tegishli bo'lgan ushbu guruh
Periyomoti orollari oralig'idagi tor yo'lakdan harakatlangan. Mazkur suv yo'lining kengligi taxminan 65 km bo'lib, Yaponiya o'z hududiy suvlarini buzib o'tgan har qanday xorijiy kemaga nisbatan chora ko'rish huquqini o'zida saqlab qoladi. Ushbu harakatlar Yaponiya esmiyetining Tayvan bo'g'ozi orqali o'tganiga Pekinning javobi sifatida ko'rilmoqda. Xitoy rasmiylari Yaponiyaning harakatlarini qasddan qilingan provokatsiya va suverenitetga tahdid deb atagan edi. O'z navbatida mamlakat bosh vaziri Sanai Takaichi Xitoyning Tayvanga ehtimoliy hujumi Yaponiyaning harbiy javobiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Tayvandan atigi 110 km uzoqlikda joylashgan Yonaguni oroli ayni damda har ikki davlatning harbiy diqqat markazida bo'lib turibdi. Livan Isroil qo'shinlarining to'liq olib chiqilishini talab qilmoqda. Qo'shma Shtatlar mintaqadagi doimiy ichki kelishmovchiliklar va davom etayotgan keskinliklarga qaramay, payshanba kuni Livan va Isroil o'rtasidagi muzokaralar davom etishini e'lon qildi. Livan hukumati har qanday kelishuvning asosiy sharti mamlakat janubidan Isroil kuchlarini to'liq olib chiqish bo'lishi kerakligini ta'kidlamoqda. Beyrut bu chegara hududlarini barqarorlashtirish va mahalliy aholi uchun normal hayotni tiklash uchun zarurligini ta'kidlamoqda. Bu pozitsiyani Hizbulloh ham qo'llab-quvvatlaydi. U ham Isroil qo'shinlarini to'liq olib chiqishni talab qilmoqda. Biroq harakat Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga qarshi va Livan hukumatining bunday muloqotlarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlamaydi. Hizbulloh vakillarining so'zlariga ko'ra, mamlakatda butun Livan nomidan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishga imkon beradigan yagona siyosiy kelishuv yo'q. Ular umumiy ichki kelishuvsiz erishilgan har qanday kelishuv qonuniy deb hisoblanmasligi haqida ogohlantirmoqda. Vaziyat Livandagi chuqur ichki kelishmovchilikni aks ettiradi. Hukumat xalqaro ko'mak bilan diplomatik yechim izlamoqda. Hizbulloh esa Isroil kuchlari to'liq olib chiqilgunga qadar qarshilikni davom ettirishda turibdi. Muzokaralar jarayoni AQSh vositachiligida davom etmoqda. U chegarada keskinlikni kamaytirishga va yanada kuchayishining oldini olishga harakat qilmoqda. Tramp Eron bilan sulhni qachongacha uzaytirgani ma'lum bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan vaqtinchalik sulh muddatini 26-aprel yakshanbagacha uzaytirdi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Ynet nashri xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Oq uy bu qaror haqida Isroil tomonini ham oldindan xabardor qilgan. Tramp sulh muddatini uzaytirish haqida 21-aprel kuni e'lon qilgan. Bu qaror Tehron o'sha kuni Pokistonda rejalashtirilgan muzokaralarni e'tiborsiz qoldirgani va AQSh talablariga javob bermaganidan so'ng qabul qilingan. Oq uy rasmiy ravishda aniq yakuniy muddatni e'lon qilmagan. Prezident matbuot kotibi Caroline Levittning aytishicha, Tramp qat'iy muddat belgilamagan va o't ochishni to'xtatish rejimini saqlab turibdi. Butunlay mag'lub etilgan rejimga ma'lum darajada moslashuvchanlik ko'rsatmoqda. Hozirda Washington Eron tomonidan AQSh takliflariga qandaydir javob kutmoqda. Levittning ta'kidlashicha, Tehronda ichki kelishmovchiliklar mavjud. Ayonki, u yerda jiddiy ichki bo'linish bor. Hozir Eronda pragmatiklar va keskin siyosat tarafdorlari o'rtasida kurash ketmoqda. Prezident esa yagona va aniq javobni kutmoqda, degan Oq uy vakili.